2 hafta davomida London ta'tilida bolalar bilan biz nimalar qilamiz? Safarimiz to'g'ridan-to'g'ri reys bilan boshlanadi. Aeroportda lager vakillari kutib olib, bolalarni Brunel University kampusiga joylashtirishadi. Kampus zamonaviy, xavfsiz va doimiy nazorat ostida. Birinchi kuni yotoqxona bilan tanishamiz. Kampus hududi va dars xonalarini ko'ramiz. Oshxona tizimi va lager qoidalari bilan tanishamiz va moslashamiz. Ikkinchi kuni o'quvchilarimiz ingliz tili testini topshirishadi va darajalariga mos xalqaro o'quvchilar aralashgan guruhlarga bo'linishadi. 2 hafta davomida native speaker o'qituvchilar bilan 30 soat ingliz tili darslari, o'yinlar, bahslar va jamoaviy mashg'ulotlar. Mashhur joylarga sayohatlar, jumladan Big Ben, London Eye, University of Oxford, British Museum va boshqalar. Bu oddiy lager emas. Bu farzandingiz kelajagi uchun kuchli start. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ro'yxatdan o'ting va mutaxassislarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi.